Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufrad wal-musanna wal-jam'a. Birlik, ikkilik, ko'plik. Yanqasimul ismu ila mufradin wa musannan wa jam'a. Ism birlikka, ikkilikka, ko'plikka taqsimlanadi. Fal-mufrad ma dalla ala wahidin misli rajul wa imra'atun wa qalam wa kitabin. Mufrad bittaga dalolat qiladi. Mana kishi, bitta ayol, bitta qalam, bitta kitob. Yani birlikka dalolat qiladi. Wal-musanna ma dalla ala isnayn bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin. Musanna ikkilik esa ziyoda alif nuni bo'ladi oxirida, mana rajulani, imroatani. Va ziyoda nun bilan ya bo'ladi, mana. Qani? Bermabdilar shekil. Rajulayni kitabayni bo'ladi. Ya'ni bu ikkilikka dalolat qiladi. Nima bilan deyilsa, o'sha birlikka oxiriga alif bilan, mana rajulunga alif bilan nun qo'shamiz yoki yo bilan nun qo'shamiz. Rajulani yoki rajulayni va hokazo. Imro'atan yoki imro'atayni, qalamani qalamayni, kitaban kitabayni mana. Va yu'rabu al-musanna bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban fa naqul istalaha al-khasman wa aslahtu al-khasmayn mana. Mana musanna alif bilan bo'lsa raf bo'lib i'roblanadi, mana al-khasmayn raf holatda. Nas va jarda yo bilan bo'ladi, masalan. Ikkita husumatchi kelishib oldi, men ikkita husumatchini kelishtirdim mana. Mana bu yerda nima yo bilan bo'ldi, jar bilan nasb holatda. Masalan, marartu bil khasmayni desa, u jar holatda bo'ladi. Jar holatga misol bermabdilar. Va yalhaqu bil musanna fi i'rabihi kila va kilta mudofatayn ila damir. Demak, musannaga i'robda kila kilta izofa bo'lib qo'shilib keladi zamirga. Masalan, mislu jaa kilahuma mana. Va marartu bi kilayhima. واثنان واثنتان وما سني من باب التغليب كالعمرين والأبوين والقمرين. من اثنان هم shular ikkilikka dalolat qiladi va yana ikkilikka aylantirilgan tag'lib bobidan. Buni balog'at fanida o'qiymiz. Masalan, Umarayn deyilganda ham Abu Bakr ham Umar radhiyallohu anhumolar tushuniladi. Abawayni abun ummun ham ota-ona tushuniladi ikkalovidan. Qamarayni quyosh oy tushuniladi. Bittasiga olib beriladi bu. Buni mabdal qiroat balog'atda o'tamiz inshaalloh. Keyingisi wal jam' ma dalla ala aksara min isnayn bi taghyir surati mufradihi. U ikkitadan ko'pga dalolat qiladi. Faqat mufrad suratini o'zgartirish bilan. Masalan, misli suratu suvar mana. Suratni ko'pligi suratlar, kitobniki kitoblar. Aw bi idofatin ilayha yoki unga qo'shiladi. Misli najih. Najihuna mana uni qo'shildi. Tolibatun, tolibatun, atun qo'shildi. Xo'p, keyingisi va huwa salasat aqsam. Demak, jamimiz 3 ta qism ekan. Jam'u muzakkarin salimun va jam'u muannasin salimun va jam'u taksirin va fi ma ya'ti bayanun li kulli wahidin minha. Demak, bu 3 qism bo'ldi. Muzakkar solim, jam muzakkar solim, jam muannas solim, jam taksir. Bularning hammasini bayoni bitta keladi. Har biriniki keladi. Avvalan jam'ul muzakkar salim. Birinchisi jam muzakkar salim. Ta'rifuhu ma dalla ala aksara min isnayn bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin. Mislu hadara al muallimuna. Mana ta'rifi ikkitadan ko'pga dalolat qiladi, faqat birlikka muallimunga masalan. Nima qilamiz? Vav bilan nun qo'shamiz. Mana muallimuna u yoki yo bilan nun qo'shamiz. Mana muallimina kabi mana. Mana aw ya'an va nunan mana fi halatay nasb wal jar mana ham nasb holati ham jar holatda nun bilan ye bo'ladi. Akramtul muallimayni va marartu bi muallimin. Mana bu muallimina bo'ladi. Va marartu bil muallimina mana. Ustozlar, muallimlarni izzat ikrom qildim. Va ustozlardan oldidan o'tdim. Va nulahizul ahwal al khassata at-taliya. Lekin kelayotgan xos holatlarni bir o'ylab ko'ramiz. الاسم المنقوص تحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو. منقوص ism borku, mana bu al-qodi degan. Manqus ismlarda nima qiladi dersa, yosi olib tashlanadi. Va undan oldingisi zamma qilinadi mana. Qaduna mana. Va yuksaru ma qabla al-ya lil munasabati misl. Nima yodan oldingi nima yoga munosib bo'lishi uchun nima qilinadi? Kasra qilinadi. Bu nasb bilan jar holatlarda deyilmoqchi. Misol al-hadi al-qodini mana nima qildik? Yosini olib tashladik va undan oldingisini
ma qabla al-waw. Wawdan oldingisi bor-ku mana. Yen olib tashlaganimizdan keyin ko'plikda uni qo'shilardik, yen olib tashladik. Unda wawdan oldingida dal bor. Dalni zammali qildik. Al-haduna, al-hadina. Bu endi ye qilamiz. Dalga kasra beramiz. Nega? Mana bu yega munosib bo'lishi uchun. Mana bu nasb va jar holatdagi. Wal qaduna al-qadina kabi. الاسم المقصور مقصور اسم تحذف ألفه ألف ألف تشنات mana bu mustafandagi alif olib tashlanadi. Va tabqa al-fathatu fatha joyida qoladi. Fa. Qabla al-waw wawdan oldingi fatha joyida qoladi. Mana joyida qoladi. Dalilan ala al-alif al-ma'zufa. Hazf bo'lgan alifga dalolat qilish uchun bu faqat. Mustafawna, mustafayna va a'lawna va a'layna kabi. Tushunarli? ثانيا جمع المؤنث السالم جمع مؤنث صالم تعريفه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء ikkitadan ko'pga dalolat qiladi. Unga faqat alif bilan ta qo'shamiz. Zaynabu qoimatun. Zaynab turibdi. Zaynabatun va qoimatun mana. Ko'payib ketdi. Oxirida alif bilan tani qo'shdik. Va yahsunu an nulahiz anna hunaka kalimatin منتهية بالألف والتاء ولكنه ليست جمعا مؤنثا سالما مثل أبيات وأشتات وإنما هي جمع تكسير والتاء فيها أصلية وليست مزيدة. Bitta narsani bir o'ylab mulohaza qilishimiz go'zal bo'ladi. Bu o'rinda oxir alif to bilan mana bunaqa tugagan so'zlar bor. Lekin ular jam' muannas solim emas. Masalan abiyatun, ashtatun. Chunki bularni birligi baytunda t o'ziniki. Mana bu Zaynabda t o'ziniki yo'q, chetdan qo'shildi. Bular jami taksir bo'ladi. Chunki bu yerdagi t asli abiyatunda baytunning o'ziniki shattatun, shatta masalan. Bular ziyoda emas. Ziyoda bo'lish kerak. Jami muannas solimda. Mana bu yerda mana qoimatunda ziyoda keldi t-li. Ochiq. At-ta'ul maftuha. Va yattarid hada al-jam' mana shu jamga keladi. Qoida bo'lib fi a'lamil inas. Muannaslarning nimalari? Ushbu jam keladi deylik. Hada al-jam'u fi a'lamil inas. Muannas otoqli otlarda keladi. Maryam, Zaynab, Hind. Ma xutima bi ta'nis. Ta'nis bilan tugaganlariga keladi. Shajaratun, talhatun, safiyatun, murdi'atun kabi. Ma xutima bil alif at-ta'nis al-maqsurah aw al-mamduda. Toy ta'nis maqsura ta'nis yoki mamdudaga alif bilan tugatilgan. Va mana habla, fadda, sahra, hasna nima bo'ladi? Bularga ham hasnaatun bo'lib kelsa kerak-da. Vasful muzakkar g'oyru aqil. Aqlli bo'lmagan muzakkar sifat keladi. Jabalun shahiqun, jibalun shahiqatun. Yuqori katta tog'lar bo'lsa kerak. Ma'nosini bitta ko'rib olamiz. Mana bularga ham kelar ekan. Kullu ismin ajamiyun, ajami ism, arab bo'lmagan. Lam yu'had lahu. U uchun jamu akhir. Jami yo'q. Malu ila jam'i jam'a muannasin saliman. Buni jam' muannas solimga jamlashga moyil bo'ldi ulamolar. Fataqulu fi telefonda masalan va telegraflarda va runamat, ruznamat, mana ruznamatlarda telefon telegraflarda nima at-telefonat va telegrafat va ruznamat qilib ana zo'r qoida muannas. كيفية القاعدة العامة أن تزيد على الاسم الألف والتاء من دون تغيير. قاعدة بو ألف اسم على الاسم. اسم جاء الألف فو التاء. ألف وتاء زيادة بولش كرك. عمومي قاعدة. من دون تغيير. أزجرت المستر. أجر زيادة قلش كرك عمومي قاعدة بس الألف التاء بولد والتاء بولد. خب خلاص demek şu الألف والتاء قليلك شنو كيفيته والزينب زينبات من عمومي قاعدة والمختوم بتاء التانيث تحذف منه التاء تاء التانيث bilan tugalganda Fatimatu da bu tani olib tashlaymiz bo'ldi Fatimatu va ukhtun va bintun mana Fatimatun va akhawatun va banatun mana toy ta'nis bilan tugagan ularda to ketadi. Mana bu toy muannaslik belgisi edi-ku bular. Keldi. I'rabu yu'rabu hadha al-jam' bid-dammati raf'an. Jam bu jam raf bo'lganda zamma bilan o'qiladi va bil kasrati nasbun va jarran.
Nasb va jar holatda kasra bilan bo'ladi. Hadihi samawatu. Bu osmonlar. Va xalaqallohu samawati. Osmonlarni yaratdi. Va nazartu ila samawati. Osmonlarga qaradim. Ma yulhaqu bi jam'il muannas salim. Jam' muannas salimga mulhaq bo'ladiganlari tulhaqu bihi al-alfazul atiya. Quyidagi so'zlar ham qo'shiladi demoqchi-da. Ulati va in kunna ulati hamlin mana. Wa nabatun wa khawatun wa arafatun wa barakatun wa azru'atin ismu baladin fi Sham degan shahar ismi ekan. Mana bularga ham nima mulhaq deb bular ham qo'shiladi mana nabat, akhawat, arafat, barakat kabi. Salisan jam'u at-taksir. تعريفه جمع التكسير أو الجمع المكسر سنغ جمع يعني ما دل على أكثر من اثنين وتغير بناء مفرده عند الجمع. Bu ikkitadan ko'pga dalolat qiladi va uni mufrad binosi o'zgaradi, jamlashda. والتغيير في المفرد إما بالحركات أسد أستن mana. O'zgarish birlikda harakatlari bilan bo'ladi. Asadun ustun o'zi jam'i taksir degan siniq jam degani. Birlik jamini harflarni u yoqqa bu yoqqa parchalab boshqatdan yig'ilgan harakatlari ham xuddi shunaqa degan. Mana asadunda a bilan boshlangan u bilan bo'ldi. Sin fathida sukun bo'lib qoldi. Aw bi ziyadati ala al-asl qalamun aqlamun. Mana bu yerda harakatlar o'zgardi. Bu yerda asliga harf qo'shildi. Mana qalamunga aqlam qo'shildi. Aw bi naqsin anil asl yoki asldan bitta harf olib tashlanadi. Bitta harf yoki boshqa harf ham bo'lishi mumkin. Bir nechta rusulun aw bil harakati ma'a ziyada. Ziyoda bilan harakatlar ham o'zgaradi. Rajulun rijalun. Aw bil harakati ma'an naqs. Ham harakatlar o'zgaradi, ham bitta harf olib tashlanadi. Kitabun kutubun. Aw bis salasati ma'an. Al harakat va ziyada va naqs yoki uchalovi bittada. Ham harakat o'zgaradi, ham ziyoda qo'shiladi, ham bitta olib tashlanadi. G'ulamun ghilman mana. Bu yerda harakat o'zgardi va bunga ziyoda qo'shildi. Nima qo'shildi? Nun qo'shildi. Nima kamchilik bo'ldi bu yerda? G'ulamunda nima bo'ldi? G'il, ma birinchi mim ketdi. Bu yoqqa o'tib qoldi. O'zgardi, harf o'zgardi. Va bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta harf bo'lsa, bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta harf bo'ldi. Ziyoda bo'lib. Bitta kam, bitta harf yo'q bo'lib qoldi. bitta harfi yo'q bo'ldi. Va hadihi jamu amun yashmalu al-uqala. Bu jam umumiy bo'lib, aqllilarga va g'ayrohum zukuran inasa muzakkar muannas bilan ketaveradi. O'z ichiga oladi. Aqsamuhu jamu taksir qisman. Jamu taksir ikki qism bo'ladi. Jamu qilla, ya'ni 3 dan 10 gacha dalolat qiladigan jam. Va jamu kasra va jamu kasra 10 dan yuqori. Jamu qilla min salasatin ila 10. 3 dan 10 gacha dalolat qiladi va lahu 4 siyaq. Uni 4 ta shakli bor. Af'ul, af'al, af'ilatun, fi'latun, anfus, a'mal, a'midatun, fityatun mana. Af'ul, aklubun deb keladi. Mana shu. Keyingisi jam'ul kasra min 11 ila ma la nihayata. 11 dan ketdi, oxirigacha ketaveradi. Va lahu 17 vaznan. Uni 10 ta vazni bor. Kullun minha yattaridu fi anwa'in muayyanatin fi tafasilin kasiratin. Fi tafasil kasiratin. Ulardan har biri ko'p tafsilotlarda muayyan navlarga nima qiladi, kelib chiqadi. Bo'ladi, ya'ni umumiy qoida. Va min tilkal awzan ana shu vaznlardan fi'alun ka qita'in va lihan, fu'alatun ka qudatun, ghuzatun va fa'alatun ka saharatin va ba'atun va fa'ala qatla va hamqa. Ketaveradi. Uzluksiz ketma-ket kelaveradi. Turli xil muayyan navlarda ko'p tafsilotlarda muayyan navlarda ketma-ket kelaveradi. Wal xulasatu anna kullama ada awzan al-qillati al-arba'a fa hiya awzan kathra. Demak, 4 ta jaml qilladan tashqari hammasi juda ko'p vaznlardir. Mana bu 4 tadan tashqari. Mana bu 4 tadan tashqari. Mulahazatani. Mulahaza ikkita min jumu'il kasra. Bu juda ham ko'pliklarni jami. Siygatu muntahal jumu'a deyiladi. Jamlarning oxirgi shakli. Va hiya kullu jam'in fihi ba'da alf at-taksir harfan. U har bitta jamki ba'da alf at-taksir, taksir alifidan keyin siniq jamini yasaydigan alifdan keyin ikkita harf bo'ladi. Aw salas yoki 3 ta bo'ladi. Salasatun.
Avsatuha sakin. O'sha 3 ta bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3 ta harf bo'ladi-ku, o'rtasidagi ikkinchi harfi sukunli bo'ladi. Mislu darahim. Bu mana bunga tushadi harfaniga. Dananir mana bunga tushadi. Mana o'rtasiga sukunli. Va alfaz hadhihi siygati mamnu'atu min as-sarf. Mana shu shaklni lafzlari sarfdan man qilingan, ya'ni tanvin olmaydi, g'oyir munsarif deyilmoqchi. Ya'ni ikki kelishliklik ism deyilmoqchi. Ma kana jam'an wahidan, bitta jam bo'ladi. Hunaka kalimatun jam'uha va mufraduha bi lafzin wahidin. Bu o'rinda shunday so'zlar borki, jami ham mufradi ham bitta lafz bo'ladi. Mislu fulk wal adu wal dayf wal walad بالتسليس أوله وتسكين ثانيه. تقول هذا ولد فلان وهؤلاء ولده وكل ذلك مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر مؤنث. مذكر مؤنث بالكل كم شو كم بلاد فولك عدو منا دشمن ضيف مهمان والولد ولد كأنه ولد بتسليس أوله وتسكين ثانيه. مثلا shuni bir ko'raylik. Demak, bu yerda bitaslis avvalihi va taskini sanihi deganda birinchi harfini 3 xil harakat bilan o'qish mumkin ekan. Ad-dayf, ad-duyf, ad-dif qilib. Al-wuld, al-wild, al-wald qilib. Al-fulk, al-filk, al-falk, al-adu, al-aidu, al-udu. Mana shuni bitta ko'rish kerak. Dushman chunki ko'pligi borda. Al-a'da. Tushunarli? Demak, shu ekan darsimiz. Lekin mashq juda ham kam ekan. Mashqni keyinsiga qo'yib qolaylik. O'tib o'tamizmi? Birato'lasi mashq o'tib ketib qo'yaylik. Vahidun min al-asma'i al-atiyati muannas majaziyya. Albatta shams keldi-ku, majoziy muannas. Wahidatun min al-asma'i al-ati muannas haqiqiy muannas keldi-ku. Mana Xadijatu haqiqiy bo'ladi. Mana bular u haqiqiy emas. واحدة من الكلمات الآتية يتساوى فيها المذكر المؤنث برخل بولاد صبور كيلد. من الأوصاف الخاصة بالنساء أيضا خاص فتر كيلد حائض المنى حيز عيار. واحدة من الأسماء الآتية اسم مقصور، مقصور اسم كيلد. خيسيدا قسقة ألف. منى بومدا الهدى قسقة. شنو اسكي جامد ها. كيس واحدة من الأسماء الآتية اسم منقوص، منقوص اسم. البتة مبنى مشفى يكي بانين. Albatta banin bo'ladi. Mana shu ma'no. Chunki qodinga o'xshabdi. Keyingisi da' da'irata havli ramzil mulhaq bil musanna. Musanna ga mulhaq bo'lgan belgini atrofi doiraga qo'y deyapti. Mana bu isnani bo'lgan, mulhaq qo'shilgan. Keyingisi wahida min al-asma'ati mulhaq bi jamal muzakkar salim mulhaq, mana bu sinuna, lekin qoidada kelmadi bu. Rahmat kattakon. o'zimiz bilib olamiz. واحدة من الكلمات الآتية جمع تكسير جمع البتة شجرات ما تلفنا بساطين يعني çünkü aliften ki 3 harf geldi ortası kulli. واحدة من الكلمات الآتية جمع قلة geldi أعمدة geldi üstün. Kengisi واحدة من الكلمات الآتية على صيغة منتهى الجموع البتة أعمال غلمان عصافير يعني عصافير ولد. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mana sarf qismini ham tugatdik. Sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin, ilmingizni ziyoda qilsin. Kim bu darslarni ko'rgan bo'lsa albatta doim haqqiylarga duoda bo'lamiz. Alloh o'z hifzi himoyasida saqlasin sizlarni, bizni haqqimizga ham duo xayr qilsin. Mana keyingisini boshlaymiz. Nasib qilsa. Alloh a'lamu bis-savob.